Shokir, kayfiyating yaxshimi? Qara, senga bitta kitobni tavsiya qilaman-da. Mana mashhur suralar degan kitob bor. Mana shuni olasan. Olasan, mana bu tomoni mana. Bu tomonida arabcha yozilgan. Namoz o'rgating aka, namoz o'rgating deysan-ku, qara. Endi bu arab mana bu rangiga ham qara. Ana endi mana bu rangga qara. Mana bu rang bu tarjimasi. Mana shu tarjimasi. Ana endi qara. Juda chiroyli ekan-da bu. Mana bu rangga qara, mana bu rang. Bu kirilcha yozilgan. Endi sen kirilchani o'qiy olasan-ku mana bu. Nega oyatlar bor ekan, oyatlar. Ko'ryapsanmi mana? Mana o'zbekcha yozilgan. Endi buni o'qish ham oson ekan, qara. Ikkita mana ikkita kelgandan keyin a deb cho'zasan. Mana qara, bunday kelgandan keyin mana a borku mana. Mana ikkita lni qilsang l, ikkita cho'zib aytasan. O mana. Bismillahirrohmanirrohim. Iza jaa nasrullohi val fatah. Uyga kirib uyalmay o'zing boyagi katta qorilarday qilib o'qishga harakat qilib, shu keyin juda kirishasan-da. Qara, hamma oyatlar bor mana. Falaq surasi deb yozib qo'yibdi, Ixlos surasi deb qo'yibdi, Nos surasi deb qo'yibdi. Qul a'udhu bi robbin nas. Ana shularni endi o'zing o'qiver. Menga yozib ber, unday qiling deysan. Mana kitob. Juda chiroyli kitob. Mana qara. Yana ko'rib olgin, mashhur suralar. Qora aka bo'lib ketasan. Shokir bosaver endi o'qib ana shu kitobni. Odan keyin o'qi.